Akalar, assalomu alaykum. Navbatdagi 20 kilovatlik kat yo'limizni Avshipka jarayoni. Kat yo'lni qisqacha qilib tushuntirib o'taman. Kat yo'limizda 3 ta eshik bor. Bu pastki eshikdan boshlaydigan bo'lsak, pastdagi kuldoni. Bu tuban ustidan bo'lsa, yonmay qolgan ko'mirdan qolgan toshlarni olish uchun qo'shimcha bu xort qilingan. Bu qoplog'i yopiladi. Azbiz shinollarga qoplangan. Bu eshikda qalinligi ham 4 mm. Xo'p, ikkinchi bu asosiy eshigimiz. Feder brendi. Asosiy eshigimiz 3 qismdan tashkil topgan. O'zini to'rliklisi bor va uning orasida azbizli qog'oz bor. Undan keyin yana to'rlik. Eshigimiz ancha og'ir, 3 qavat. O'tni qizdirib, bu eshikda qanaqadir eshilib ketishini oldini oladi. Ancha qalin qilingan. Buni ham ligrovka qilsa bo'ladi. Bo'lib janchalik qilingan. Xo'p, ichi kat yo'limizda ichki qismi 3 lisa qilingan. Xo'p, tashqi qismi 4 mm lisa qilingan. Ichi 3, tashqi 4. U vertikal holatda joylashgan kitoblarda ham mana beldamchilari bor. Bitta, ikkita. Bu ish kat yo'lda katta bosim ishlaganda ishib ketishini oldini oladi. Endi tagiga xo'p, asinkopkasi bor bo'lgan kantin deb turib ishlatiladi. Bu 4 ta teshiklar, bular forsinga deyiladi. 4 tarafdan ko'mirni yonish uchun havo haydab beradi. O'rtacha agar ko'mir bu yerdan bosiladigan bo'lsa, shu yerdan bosilib, yonib pastga qarab tushib ketadi. Xo'p, bu turbamiz bo'lsa, xo'p, o'ng tarafda ko'rsataman, bu tent uchun, ariston uchun qo'shimcha joy tashab ketilgan. O'zi asosan ko'mirda ishlaydigan kat yo'l, lekin biz bunga ham qo'shimcha qilib ketganmiz. Ishlari, yopilishlari ham zo'r. Xo'p, bu yerda yana shnurlari bor. Azbizli shnurlari bor, azbizli ip. Xo'p, 3-chi eshikka o'tadigan bo'lsak, 3-chi eshigimiz teplammenik deyiladi. Xo'p, bizda o'zimiz kitob deymiz, ikkita vertikal holatda joylashgan kitobimiz. Kitoblarimiz mana chaklari bu yerda bu ham bukilgan, listaga bukilgan. O'ng pastda ko'rinayotgan narsalar bu o'zini beldamchilar, ishib ketishini oldini oladi. Buni har tarafida bor. Kitobdan tashqari kartonning o'zini tashqi fasadlarida ham bor. Xo'p, bu Avshipka jarayonida ichiga mini vata, stiklavata qo'yilib, tuygada aylantiriladi bu qatriladi. Xo'sh, buni qoplog'i doimo turishi kerak. Agar bu olib esdan chiqib qolib ketadigan bo'lsa, bu o'timiz pramoy mo'riga o'lishi mumkin. Bu esdan chiqmasin. Bu ham azli shinollar qoplangan, tutun chiqishini, har xil kuchlarni chiqishini oldini oladi. Buni ham ligrovka qilsa bo'ladi. Endi mo'rga o'tadigan bo'lsak, mo'rimiz 114. Bu mo'rini afzal taraflari bor. Tagiga qo'shimcha qilganmiz. Bu agar mo'rda kondensat bo'lsa, kondensat bo'lgandagi suv katyol ichiga kirib ketmaydi-da, bu xot orqali pastga oqib tushib ketaveradi. Shuni ham oldin olganmiz. Shuni sal pasaytirib, qorong'ida ochib qo'ysa ham bo'laveradi. Xo'sh, bu mo'rni bu tarafdan tozalash uchun, tagdan ham tozalash uchun yoki tepada mo'rni agar qoqadigan bo'lsangiz, bu yerga qopni nimadir baylab turib, tepadan qoqsangiz, qurumlarsiz har qayerga uchib ketmaydi. Kat yo'l mana xo'sh, tent ham o'ng tarafga bo'lgan ekan, kat yo'lga qarab turgan holatimizni aytyapti. Xo'sh, bu yerda ventilyator joylashadi. Ventilyator uchun ventilyatorning orasiga azbizli qog'oz qo'yiladi yana. Xo'p, bu yerda teplar ammenik tozalanganda, masalan, buni oldik, ochib tozalaganimizda bundan tushgan qurumlar to'plangani xo'p, bu yerda shu tozalagan xot qilingan, buni ham olsak bo'ladi. O'tadigan bo'lsak, mana bu yerdan tushib, shu yerdan olinadi. Shunga ham bitta xot qilib ketilgan. Xo'p, abratkamiz 32 lik, padans ham 32 lik. Xo'p, endi bunga bu yerga manometr, bu yerga bo'lsa termostat, ventilyatorni miyasi, ligrovka, termostat qo'yiladi. Bu yerga qo'shimcha tent yoki agar tent zarur bo'lmasa, kerak bo'lmasa, bu yerga bitta zagruzka bilan qatiriladi. Xo'p.